bundan 1 yil oldin nikohdan ajrashish masalasi bo'yicha juda bir qiziq holat bo'ldi. Bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, nikohdan ajrashish jarayonida turgan oilani yarashtirib olishingiz mumkin. Bitta ayol keldi, endi bizga mijoz sifatida advokatik xizmatimizdan foydalandi va nikohdan ajrashish bo'yicha sudga murojaat qildik. Sud rad qildi. Ko'pchilik o'sha shikoyat qilayotgan narsa nimaga rad qiladi deb va oradan 7-8 oy o'tgandan keyin qayta sudga murojaat qilish kerak, endi huquqi bor. Va shu paytda ayol telefon qildi, yaxshimisiz, men shu odamman, qaytadan murojaat qilamiz, zuvdim sizga deb. Ha, xo'p desam, men sudga murojaat qilmoqchi emasman. Ha, nima bo'ldi desam, biz keyingi farzandni kutyapmiz, men hujjatlarimni qaytarib bering, bo'ldi, tugadi dedi-da. Shunaqa bir xursand bo'lib ketganman o'sha paytda. To'g'ri, biz advokatmiz, nikohdan ajrashish jarayonini ham boshqalarni ham ko'raveramiz, lekin aynan fuqarolarning shunaqa xursandchiligiga bir sababchi bo'lishimiz ham bir bizga juda bir katta motivatsiya beradi va har doim ham sudga murojaat qilganda rad qildi yoki muddat berdi degani bu yomon degani emas. Mana shunaqa oilalarni yarashib, yana bitta farzandlarning yetim bo'lishini oldini olib qolgan bo'lamiz azizlar. Demak, videoni shu kabi muammo arafasida turganlarga yuborib qo'yishni unutmang.